Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz mana Norvegiyadan Shvetsiyaga keldik. Shvetsiyadan paromga o'tiramiz. Germaniyaga qarab yo'l olamiz. Mana bugun Shvetsiyaga yetib keldik. Shvetsiya bayrog'i. Mana bu paromga minamiz mana. Stena Line mana. Stena Line shu paromga o'tiramiz. Hozir bilet olgan kiramiz mana shu yerga, kassasi bor ekan. Sizlarga tushuntirib beraman hammasini. Qanday bilet olish, qanday to'ldirish. Kiramiz. Mana kirganlaringizdan hamda stol ustiga ruchka bilet olishdan oldin to'ldirishlaringiz kerak. Qanaqa mashinada keldingizlar, qanaqa yuk, ism, familiya, pasport so'raydi. Birinchi mana kassa bor, mana kassa mana yerda. Kassaga borasizlar. Kassaga sizga aytadi, pasportingni olib kel. Referens nomerni deydi, menejer tashlaydi. Smerlaringizni so'raydi. Yuklaringiz bo'lsa. Pasport bilan smerni olib kelasizlar. Registratsiya qilib boshiga kelgandan to'ldirasizlar. Bunaqa qog'ozchani to'ldirish kerak mana. Men to'ldirdim. Endi sizlarga foydasi bo'lsa kerak. Ulashay dedim. Mana biz hozir Göteborgga mana shu yerga kelganmiz hozir. Shvetsiyaning Göteborg degan portiga. Kielga ketishimiz kerak, Germaniyaga. 2 soatmi? Shuncha 3 aniqli ekan, suz ekan. Keyin to'ldirdim. Qanaqa mashinada keldim men? Mana bizaniki Fura 17 metrli. Mana. Keyin nomerimiz, tegashli nomeri MLV 028. Keyin anadagi treylerdagi, pritsepdagi ZE 114 to'ldiramiz. Keyin boqqa og'irligini so'rayapti. Yuklaringiz bo'lsa 40 tonna. Endi men primerni yozdim. Qancha yozilgan bo'lsa, shuncha belgilaysizlar. Keyin mana nima o'rtilgan deyapti. Men sir deb yozdim boqqa. Nima o'rtilgan bo'lsa shu to'ldirasizlar. Keyin mana yoqqa tranzitmi deyapti. Tranzit o'tasizlarmi bu yerdan deyapti Germaniyaga. Ha deysizlar. Tranzit o'tasizlar. Yes deb belgilaysizlar. Keyin menejerlaringiz tashlaydi sizlarga manaqa referens nomer. Zadaniyaga kirsanglar, kommentariyga yozilgan bo'ladi. Shu referens nomerni kassaga olib kelib ko'rsatasizlar. Ko'ratda siz tekshiradi haqiqatan bilet olinganmi yo'qmi sizning nomingizga. Keyin referens nomerni yozasizlar. Keyin manaqa ader so'rayapti. Ader yuking bormi yo'qmi deb. Bizga ader yuki yo'q. Xolodilnik, shuning uchun yo'q deb yozdim. Keyin so'rayapti manaqa. Paromga chiqqandan keyin refni o'chirib tokka ulaysanmi yo'qmi deb belgilaysizlar. Agar yo'q, ulamayman desangiz yo'q deysizlar. Agar ulasangizlar ulayman deb. Keyin manaqa ism familiyalaringizni yozasizlar. Bunaqa. Birinchi akamning ismini, o'zimning ismimni yozdim. Familiyamiz. Keyin mana tug'ilgan yilimiz, jinsimiz, mana yerga millatingizni yozyapti. Endi qanaqa ananga belgilangan bo'lsa, bizaniki O'zbekistonlik o'z, masalan, Rossiyaniki rus deb yoziladi. Germaniyaniki DE bo'ladi. Keyin qo'l qo'yasizlar. Keyin mana qiytilgan kunlar chisloni qo'yasizlar mana yerga mana. Bugun 20-6-oy 2026-yil 17:45 da parom joydan qiladi, yuradi. Mana foydali bo'lsa shu kimgadir yana yangi kelayotganlarga foydali deb o'ylayman. Keyin amnaqa kassaga buni berganlaringizdan keyin pasportlaringizni оформлять qiladi. Kassaga keyin amnaqa beradi. Nima deydi? Biletcha beradi. Bu xonalaringizda kechqurun yotayotgan xonalaringiz kayuta beradi. Mana shu nomerlaringiz kayuta nomeri anasi 2 kishilik ekan. Akam-ukamizga bitta xonacha berdi. Keyin amnaqa cheklar berar ekan. Ko'p bilan anaqa cheklar. Mana bu hozir kirgandan keyin shlagbaumni o'tgandan keyin 6-linaga turasan deyapti. Mana o'si aytayapti-ku, kechqurungi ovqat bilan ertalabki zavtrak deyapti. Mana
kechqurungi ovqat deyapti, ujinga deyapti, mana 17:30 dan 22:00gacha yeysizlar deyapti. Zavtrakni deyapti 7 dan 9 gacha qilasizlar deyapti. 9:15 da biza 9:15 da o'tganda Germaniyada bo'lamiz. Shu vaqtgacha kirib ovqatlansanglar bo'ladi, zavtrak qilsanglar bo'ladi deyapti. Keyin mana bu magazini bor ekan, ichiga olsangizlar deyapti, produksiya sotib olsanglar deyapti, 20% skidkasi bo'lsalar deyapti. Shunaqa gaplar. Aziz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yingizlar, podpiska qilib. O'ylayman foydasi bor sizlarga, foydali.